Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan navbatdagi obyektimizda ko'rishtirganimizdan juda ham va bag'oyat xursandman. Sizlar bilan birga Laziz va Ozor. Barchaga assalomu alaykum. Zamon uylari kuzatuvchilari, Qora Erta YouTube sahifamizga kirgan yangi obunachi va kuzatuvchilar. Bugun biz Narpay ko'chasida joylashgan obyektimizga yetib keldik. To'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Biz boshladik. Bu ushbu turar joy majmuamizning eng qiziq savollaridan bittasi. Turar joy majmuamiz qayerda joylashgan? Xo'p, turar joy majmuamiz Samarqand shahar Narpay ko'chasi, ya'ni Yuqori Turkman mahallasida joylashgan. Family Parkdan atiga 1,5 kilometr uzoqlikda. Ajoyib. Xo'p, endi bu turar joy majmuamizning yana bir keyingi savolimizga keladigan bo'lsak, buning nechta dom qurilyapti va necha qavatli, ham undan tashqari umumiy maydoni necha gektarlik bo'lyapti? Xo'p, umumiy maydoni 5 gektar yer maydonida 13 ta dom qurilyapti. Domlarimiz 9 qavatdan iborat. Xonadonlar 2 xonalidan to 4 xonaligacha mavjud. 54 kvadratdan to 102-105 kvadratgacha bor ekan. Juda ajoyib. Xo'p, bu yerda undan tashqari biznesni boshlamoqchi bo'lganlar uchun ham bironta bir imkoniyatlar bormi? Biznesni boshlamoqchi bo'lganlar uchun, sarmoya kiritmoqchi bo'lganlar uchun bu yer aynan o'sha joy. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'p qurilish ishlari olib borilyapti. Kelajakdagi eng katta shaharlardan bo'ladi. Bu yerda e'tibor bersangiz, Eco City joylashgan aka. Bu yerda birinchi qavatlarimizdan magazinda, ya'ni do'konlari ham mavjud. Bemalol sotib xarid qilishingiz mumkin aka. Xo'p, yana bir eng qiziq savollardan bittasini beraman sizga. Bu domlarimiz, ya'ni xonadonlarimiz nima materialdan qurilishyapti? Domlarimiz eng yuqori sifatli, talabga javob beradigan avtoklan va gazobloklardan qurilmoqda aka. Juda ajoyib. Xo'p, yana keyingi savolimiz esa, masalan, aholi uchun qulayliklardan, masalan, parkovka va undan tashqari yana boshqa bir misol joylar ham qilinyaptimi bu yerda qulayliklar uchun? Albatta, aholi uchun har qanday qulayliklar qilinadi. Ya'ni avtoturar joylar, turar joy majmuada yashil maydoni, bolalar o'yingohi, qolaversa barcha sharoitlar qilinib beriladi aka. Endi esa yana bir qiziq savollarimizdan bittasi, bu uylarimiz qachon, ya'ni muddati, qachon topshirish muddati bo'ladi bu yerda endi? Umumiy turar joy majmuamizning kompleksli topshirilishi 2026-yil 2-3 choraklarga rejalashtirilgan aka. Ajoyib. Xo'p, ana endi eng oxirgisi, eng asosiy savollarimizdan bittasi, hamma uchun eng qiziq bo'lgani bu to'lov narxlari va uning shartlari. Xo'p, ushbu savolingizga qarang. Kvadrat metr narxlari 7.100.000 dan boshlanadi to 7.700.000 gacha. Boshlang'ich to'lovsiz 60 oy muddatga hech qanday foiz va peniyalarsiz mijozlarimiz xarid qilishi mumkin. Juda ajoyib. Shuning uchun aziz do'stlar, sizlar ham imkoniyatni boy bermasdan, hozirda vaqtni borni o'zida zamon uylariga murojaat qilib, hozirning o'zida bularni zabron qilib olishingizdan so'rab qolamiz. Va bizlarga obuna bo'ling va har doim yangi turar joy majmualaridan va turar joylardan xabardor bo'lib turing. Aziz kuzatuvchilar, bizning YouTube sahifamizga, qolaversa ijtimoiy sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Zamon uylari kelajak uchun ishonchli hamkor.